Xo'p, bugungi yig'ilishimizdan maqsad hokim va ruxsat bersangiz yig'ilishi boshida kichkina bir e'lonim bor edi. Endi qo'l ostingizda mana 3 yildan beri ishlayapman. Rahmat. Ko'p narsa o'rgandim. Endi ruxsat bersangiz tadbirkorlik yo'nalishiga o'tmoqchi edim, shu bo'shamoqchi edim. ha, yo'g'i? Ha, mayli, prokuror turing o'rningizdan. Soliqchi siz ham turing o'rningizdan. Bu yerda har bitta qilgan ishini ikir-chikirigacha tekshirasizlar. Agar 1 so'mga xiyonat qilgan bo'lsa, qonuniy chorasini ko'rasizlar. Tushunarlimi? Hamma narsasi juda yaxshi chiqadigan bo'lsa, mayli bitta to'n kiygizib haylashamiz a. Bajariladi. Mayli o'tiring. Xo'p, yig'ilishimiz davom etadi. Hamma narsa tushunarli bo'lsa, hamma ish ishiga. Hokim buva, ruxsat bersangiz, men o'ylab ko'rdim. Men qolaveraman ekan, ishlayveraman ekan hali. Ha, yo'g'i? Lekin baribir tekshirchi, bu bekorga qaytmayapti.